Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Olam Qo'var kanalımızın kattaluvchilari, jalpı bizden alıstan yaqindan ko'rib chaqnan ekandirlar. No'qat mol bozori bugun buyursa 10-iyun 2026 yıl. Sağmıyladı bir tatip bereyim tuğanlar. Qo'ldab har biringizlar mınday bekar like var da tuğanlar. Ayanmasdan basıp görüşlerge bölüşüp qo'yingizlar. Qancha bu? 55. 155. Torpog'i ne? Urg'achi. Qanchasi torpog'i? 155. Qancha suti var şunun? 4-5 litr suti var. Oldu, bozordasan. Torpog' urg'achi. Qancha bo'lasin? 150. Qancha suti var? 2 kunlik torpaq bu. 2 kunlik torpaq yana. 155. Bak. Ola oynayar. Boz bu. Qancha bo'lasi boz? 180 mi? 180 mi? Qancha oylik bu? 9 oylik. Yo'q. Qachon tug'ib qoladi? 9 oylik bo'z deb o'tir. Ha, 9 oylik mi? Qanchasi qursog'indağı? 3-chi. Soda oldu? 158 turadi. Bermediniz. 158 mingga soda olibdir, bermeptir. Tak. Ha, torpaq erkek ekan mana. Ulan bermedi. Ha, boz qanchaga ulan? Boz ne? Ha, sizden emas mi? Narxi soda oldatkin ha? Qancha o'rtasi taqsir? 183. Ben sizge adışga soda 183 ming soda o'rtadi. Mana soda oldi. Qancha oldi? Torpaq erkek ekan ha? Qanchasi torpog'i bu? 4-chi. Qancha suti var? 5 litr. Ana. Canlar. Buna qancha verdi? 157 mingga. Soda oldi tuğanlar. Tak, buna torpaq urg'och ekan. Boz qancha aka? 350 ming. Bu bolasi boshqa parodada ekan, ha? Simental. Qanchasi torpog'i? 4-chi. 4-chi torpog'i deydi. Qanchasi var ama? 20dan 25gacha. Oho. 20'si ishonishdi. O'riston moli da bu lan. Daha başka var mı? Soda. Soda oldu. Ana. 20'si ishonishdi deydi. Onlar süt içi. Maldın. Va biz aytganda no'qat til bilan aytganda gap shashi yaxshi. Mana soda oldi. Qaysi sodalar? Shulmi? Ha, mana qancha o'rtadi? Ekoni. Ya torpaqlar niye bulardı? Eko tengmi? 490 ming berdi. Ekoni 490 ming. Yeneleri yaşılı mı? İkinci bolasın ha. Birinci bolasın. Narxı birincisi, bu ikincisi. Sütleri ço? 10 litrden. 10 litrden ha? 490 berdi o. 490. 490 berdi o gene. 490 ha? 490 ming so'm berdi Ekoni tuğanlar. Dört yüz 90 ming beradi.
Qancha verdiniz? Satıldı. Taksir qancha oldu? 432 ha? 432 oldu tuğanlar. 432. Mana real dubası. Ko'raverasizlar. Sütü qanday ekan sütü? Sütü zor bunu. Qancha ekan bahası? 230 ming so'm. 230. Qancha sütü var? 10 ta qilaversa qoladi. Ana. 10 tane deydi. Torpoq erkek ekan ha? Bak erkek. Torpoq erkek. Jonivor. Qancha beradi? Savdo oldimi? Qanchasi torpoq? 3-chi. 3-chi torpoq ekan. Jonivor. Torpoq erkek. Oltov. Qanchaga bo'ldi? Qanchaga sotdi bu? 67. 162 mingga mana. Satılıptır. Doğanlar 162 mingga satılıptır. Mal jaş ekan. 132. Yaxshimi? Assalomu alaykum. Sizniki qancha? 150 kamera. 150. Mal jaş ekan ha? Torpog'i ne? Urg'achi. Tak. Bu yoqda to'lchaman. Boz qancha taqsir buning? 190. Torpog'i ne? Erkek, ikinci torpog' va. Sütü qancha var sütü? Qancha? 12 ha? Mol jashkan ha bunaqa. Ikinchisi. Sütü yaxshi ekan to'g'onlar. Shunda qashaki mollarning sütlari yaxshi-da. Anan negizisi to'g'onlar. Har biringizlar klass bosib ko'rsangizlar yaxshi-da. Like'dan bosib bölüşkenlerge shu. Bölüş tursangizlar buyursa biz tartib turaveramiz. Savdo oldi ekan. Ya qancha bo'ldi bosi? Basını ayt, bas. 230 ming so'm deydi. Jonivor 230 ming so'm. Torpoq urg'achi. 230 ming so'm. Oho, mana. Qanchadan aka bular? Bog'lari. 165, 135. 135, 165. Torpoqlarichi? Erkek. Eko'yin teng. Eko'ten. Mollar jashmi? Allah caş. Jonivor. Mana. Tak. Ovqat mol bozori deb. Ral cho'ng mol ekan. Cho'ng mol ekan. Klassdan boshqacha ko'ramiz. Ha, taqsir savodat. Sağganınızın sütü qancha var? Taqsir shuni. Tartib qo'yaylik. 6-7 litre var da. 6 Torpog'i ne? Erkek. Boschi. 150 de 150. To'g'onlar, torpoq erkek. 607 litr sütü var. Tişin basılı ekan. Tişin basılı ekan. Buna maldı görüyorsun buna maldı. Qancha bas taqsir bunun? 175. 175. Mal jash mı? Qancha torpog'i? 4-chi. Torpog'i nima? Urg'och ekan ha? 15 litr sütü var. 15 litr sütü var ekan. Yaxshi. Bozorni bilasiz. Taga munolardan so'raychi munolardan.
Torpog'i ne buni? Torpaq urg'och. Urg'och. Qancha suti bor? Savodasi 10 litr suti bor. 10 litr. Qanchasi torpoq? Bilan tug'am? 4 tu. Kishi bosilibdi. Shin masalak. Savdo qancha bo'ldi? Berilmagan jeri. 37 berishdi. Berib aytasiz. 137 ga berilibdi, tug'anlar. Ol bozorlasi. Mana torpoq urg'ochi. Mana shunisi qancha o? 160. 3-chi bolasi. 3-chi torpog'i. Qonun 4 oylik bo'lgan. Ha, bo'z bu. 8 litr bor. Bo'z bo'lgan uchun qimmat aytibsiz-da. Şimdi torpog'idagi bor deydi. Satıldı o. Qancha verdiniz? 66. 66. Jo'nalaymi? Voy emas. Yo'q. Jo'n 66 ming to'g'onlar. Jo'n 66. Jo'n 66. Torpoq urg'ochi. Qanchasi torpoq o? Torpoq qanchasi? Birinchi bolasi. Birinchisi. Qanchaga sotildi? Yo'q, qanchaga sotildi o? 136. Torpog'i ne ekan? Urg'ochi. Torpoq urg'ochi. Ha. 136. 136. Bundan so'rachi bunani. Qancha bo'ldi, taqsir? 160. Torpog'i ne? Urg'och erkak. Urg'ochi? Mol jashli? Esa, aytmadim o'zi. Telefonda ekanda. Tak, do'stlar. Bugungi bozor mana shunday. Kanalimizga xat olib turingizlar, bizni bayqab turingizlar degandaychi, buyursa keyingi ishimizdan yo'liqqangacha bo'lishamiz, to'g'onlar. Ovqat mol bozori.